Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Urganch shahar Sputnik shaharchasida 320 kvadrat hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Bir etajli. Narxi 750 million, dokumentlari 100% tayyor. Shunday 15 metrlik dalani bor, keng, katta zali, 2 spalnisi, bani, tualet, kuxnalari bu yerda joylashgan. Ko'rsatib o'tamiz. Bog'i bor. 170 kvadratına qurilish etilgan, o'zi jami 320. Fasadi 10'a 32. Kadastr dokumenti, chertojlarini hamma narsasi tayyor turibdi. Bir de mashin girib turadigan garaj atib qo'yibdilar oldinda. Ko'shdan qo'yib ishidan girib keladigan yer. Atapleniyasi bor, qo'lib o'tadigan rakovinalar, yana bu yerda o'tirib televizor ko'rib o'tirasiz, bu baliqlarga qarab. Bu yanimiz zali 6 metre 5 metr razmerda tushgan, 2 oyna baxt fasadına elde tarafa qaragan. Zamonita konditsionerlari, yana patologlar ham chiroylatib o'tirgan, lyustralar, televizor, hamma narsasi bor, gilamlar döşelgan evimizda. Jihozlarini ayrimlari qoldi, ayrimlarini kelishib o'zingiz gaplashasiz. Yanımızda bir spannisi. Yana Detski deyimizmi ish qilib, yana bir raditelskiy spalniya tushgan keyin. Ajoyib bo'lib turibdi uyimiz. Chiroyli bo'lib. Bir fayzli xonadon ekan. Jami 320 kvadrat, 10'a 32 razmerda tushgan. Yerimiz bog'a chiqib ketadi. Shunday katta bir prixoshkasi, bu yerdan o'tirsa bo'ladi. Kuxna, hamma narsasi tayyor, ishlab turibdi, yashab turibdilar. Uy egalari kattaroq joyajak, shuning uchun sotjaqlar. Bu yerda sanuzel, yana hamma narsasi bor. Ariston, unitaz, vanna, kir mashinalari, hamma narsasi tayyor holatda uyimizda. Yandan shunday katta bog' tushgan. Ko'rishingiz mumkin, o'rtada bog', vajnaki qo'yibdilar, yana tovuqlar boqadi ekanlar. Yoski tualet ham bor. Uyimizin narxi 750 milyon. Kimni qiziqtirsa, ekrandagi nomerlarimiz aloqaga chiqaversa, kim uy joyini sotjak bo'lsa, reklama berib, biz orqali bemalol xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Dokumentlarimiz tayyor, aytib o'tdik yana. Bir like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.